Alloh Luqmon surasining 34-oyatida Innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul g'ayth deb marhamat qiladi. Qiyomat qachon qoim bo'lishligini faqat Alloh biladi. U zot yomg'ir yog'diradi. Alloh taolo bu oyati karimada banda ojiz ekanligini, bandani qo'lidan hamma ish kelavermasligini, bandaga berilayotgan va berilgan imkoniyatlar chegaralangan ekanligini uqtiradi. Innalloha indahu ilmus sa'a, qiyomat qachon bo'lishligini Alloh biladi. Dunyoning oxirgi soatini, dunyoning oxirgi lahzasini Allohning o'zi biladi. Parvardigor olam ungacha yomg'ir berib turaveradi. Hayotni davom ettirib turaveradi. Alloh taoloning o'zi yomg'ir yog'diradi. Shuro surasining 28-oyatida esa va huvallazi yunazzilul g'aysa min ba'di ma qanatu va yanshuru rahmatahu va huval valiyul hamid deb Alloh marhamat qiladi. Alloh taolo odamlar umidsizlikka tushganda marhamatidan yomg'ir yog'dirib, qut baraka ato etadi. U zot do'st va hamd va sanoga loyiqdir deb marhamat qiladi. Bandalar bizsiz noumid bo'lganimizdan keyin, bir necha muddat rizqdan uzilganimizdan keyin, turli tuman bizlarga muammo va musibatlar bo'lib, noumid bo'lganimizdan keyin Parvardigor lutfi bilan, marhamati bilan, karami bilan o ne'matni bizlarga davomiy qiladi. Alloh taolo yomg'ir yog'diradi, rizq nasibamizni mulkul qiladi. Va yanshuru rahmatahu, Alloh taolo marhamatini keng yoyadi. Ya'ni bandalar o'ylagan, bandalar istagan, bizsiz umid qilgandan ham Parvardigor olam ko'p qilib, serob qilib, fayznoq qilib beradi. Al-G'ayth Qur'oni Karimda Alloh taolo bir necha joyda yomg'irni, osmondan keladigan suvni g'ays deydi. G'ays degan nima degani? G'ays yordam, madad, ko'mak. Yordam, madad, ko'mak ma'nosida Qur'oni Karimda, Payg'ambar alayhissalomning hadislarida va arab tilida keladi. G'aysni lug'at olimlari aytadilar-ki, Allohumma ag'isna degani Parvardigor bizlarga madad bergin, bizlarga ko'mak bergin, bizlarga yordam bergin degani. G'ays yomg'ir so'zi bilan arablarda deyarli sinonim sifatida ishlatiladi. Ja'al g'ays degani yomg'ir yog'di degani, madad keldi degani. Chunki arab sahrosi bilamiz, bizni yurtlar ham xuddi shunday, asosan yomg'irni kutib yashaymiz. Chunki chorvachiligimiz, qishloq xo'jaligimiz, hayotimiz, atmosferamiz mana shunga bevosita bog'liq. Shuning uchun g'ays kalimasi bilan yomg'ir kalimasi, madad, yordam kalimasi bilan yomg'ir kalimasi deyarli sinonim sifatida ishlatiladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom yomg'ir so'ragan paytlarida qo'llarini osmonga ko'targanlar. Imom al-Buxoriy aytadilar-ki, hatto qo'ltiq ostilarining oqi ko'rindi. Ya'ni shuncha ko'targanlar. Odatdan tashqari ko'targanlar. Bundan oldin Payg'ambar alayhissalom duo qilsalar, qo'llarini ko'kraklari, ko'kslari barobarida ko'tarardilar. Ammo yomg'ir so'ragan paytda esa Payg'ambar alayhissalom noodatiy qo'l ko'tardilar. Shuning uchun muhaddislar nima deydilar? Payg'ambar alayhissalotu vassalom yomg'ir so'raganlarida qo'llarini ko'targanlari kabi boshqa biror payt buncha baland ko'tarmagan edilar. Payg'ambar alayhissalom qo'lni baland ko'tarib, Allohumma ag'isna, Allohumma ag'isna, Allohumma ag'isna deb 3 marta ketma-ket iltijo qilib so'radilar. Robbim yordam bergin, madad bergin, yomg'ir bergin. Aytganimizdek g'ays, yordam, madad, yomg'ir bular sinonim. Ya Rob, ag'isna. Yordam bergin, Alloh madad bergin, Alloh taolo o'zing yaxshiliklar bergin deb Payg'ambar alayhissalom istisqo yomg'irni so'radilar. G'ays yordam Alloh subhanahu va taoloning 99 go'zal ismlaridan bittasi Al-G'iyas
fe bilan al-g'iyas, ya'ni g'iyos Alloh subhanahu va taoloning nomi, go'zal ismlaridan bittasi. Abdul Mug'is deb bizlarga nom qo'yiladi, Abdul G'iyas deb qo'yiladi. Mug'is Alloh taoloning nomlaridan biri. Buning ma'nosi nima? Banda qiyinchilikka tushganda duo qilib yordam so'rashsa, madad berguvchi, yordam berguvchi, qutqaruvchi zot o'sha. Biz bandamiz. Bandalar agar nima bo'lsa, qiyinchilikka tushsa, mashaqqatga tushsak, muammoga tushsak, duoga qo'l ochib, u zotdan, yordam berguvchi zotdan madad so'raymiz, yordam so'raymiz, ko'mak so'raymiz. Bizlarga mutlaq absolut yordam berguvchi zot Alloh subhanahu va taolo Mug'is o'zi yordam beradi. Ya'ni shunday yordam beradiki, undoq yordamni undan o'zga biror bir mavjudot va mahluqot qila olmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan bittasi Al-Mug'is, Al-G'iyas, yordam berguvchi, bandalarni duolarini ijobat qilguvchi, bandalar qiyinchilikka qolganda qo'llab-quvvatlovchi zot o'sha zot. Ya g'iyasal mustaghithina ag'ithna deb so'raymiz. Ey nochorlarga yordam berguvchi zot, bizlarga yordam bergin. Bizlarga ko'mak bergin, bizlarni qo'llab-quvvatlagin. Biz sening rahmu marhamatingga muhtojmiz. Biz suv sepsak, muayyan kvadrat metrga sepamiz, muayyan balandlikka sepamiz. Agar Xudo bersa, uning berganini hech kim to'solmaydi ham, tuyolmaydi ham, barakasini ham Alloh taoloning o'zi biladi. Biz G'iyos zotga, yaratgan Parvardigorga benihoya muhtojmiz. Muhtojligimizni sezishligimiz eng katta saodatimiz, iymonimizning eng yuqori ko'rinishi. Muhtojligimizni bilishligimiz, qul ekanligimizni bilishimiz. Shuning uchun Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalom nima qilganlar? Yomg'ir so'rashga namozgohga chiqqanlar. Hamon olib chiqqanlar. To'sto'palan Payg'ambar alayhisalom amru ma'ruf qilganlar. Ba'zi bir rivoyatlarda hatto yaktaglarini yechib teskari kiyganlar. Holatlarini o'zgartirganlar. Nima uchun? Muhtojlikning namunasi. Samolyotga uchmaganimiz kam bilsak kerak. Ko'pchiligimiz samolyotga uchganmiz. Alhamdulillah. Bundan 10 yil oldin samolyotga uchganlar kam edi. Hozir ko'payib qoldi. Nima uchun? Hech bo'lmasa odamlar umraga borib kelyapti-da. Shu umra borish uchun samolyotga borganlar minglab, alhamdulillah. Samolyotga ko'tarilsak, shaharlarni ko'ramiz, qishloqlarni ko'ramiz. Katta bir maydon ichida kaftdek joy. Samolyot yarim soat uzog'i bilan 20 minut uchsa shahar tugaydi. Cho'l, biyobon, tog'lar boshlanadi. Alloh taoloning marhamati, Allohning rahmati. Buncha joyni Alloh taoloning o'zi boshqaradi. La ya'khuduhu sinatun va la nawm. Hargiz Allohning mudroq ham, uyqu ham olmaydi. Shuning uchun Parvardigor olamga muhtojmiz. Ne'matlar kelaversa, ketma-ket bo'laversa, banda ba'zida bizsiz qadriga yetmaymiz. Go'yoki biz u ne'matlarga loyiqmizdek. Go'yoki u ne'matlar albatta berilishligi kerakdek. Alloh taolo yu'ti li hikmatin va yamna'u li hikma. Xudoy taolo bersa ham bir hikmat, bir ma'no, bir mazmun bilan beradi. Tiysa ham, bermasa ham bandalarni haqqa chorlash, o'ziga qaratish uchun Alloh taolo beradi.